Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa sizlar bilan Y frameworkida migratsiyalardan foydalanib, bazaga jadvallarda yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, bu uchun bizga kerak bo'ladi YSoft DB Migration nomli paket. Bu paketni demak toza PHP da ham yoki boshqa frameworklarda ham ishlatsa bo'ladi. Composer orqali buni o'rnatib olamiz. Xo'p, dokumentatsiyasiga o'tamiz. Demak, bu yerda bizda foydalanishlarning varianti. Yine frameworkni o'zini konsolidan foydalanish yoki Symfonyda foydalanish yoki toza PHPda o'zida foydalanish yo'llarini tanlab ishlatsanglar bo'ladi. Demak, konsol bizga kerak bo'lgani bu yerda birinchi qadamda baza bilan connection qilib ol deyapti. Biz buni oldingi darsda ko'rib chiqdik. Bu etapdan demak o'tib ketamiz. Keyingisi config paramizga shu parametrlarni yozib qo'y deyapti. Bizda config demak konsol params kopiya qilamiz, qo'yamiz. Tamam, demak bizning migratsiyalarimiz app migration papkasiga tushadi. Bu slc migrationga to'g'ri keladi. Demak, tozalaymiz. Keyingisi php list, ya'ni migratsiyalar to'g'ri o'rnashganini tekshirishimiz uchun. Hop. Demak, php migrate create kategoriya. To'g'ri, biz migration degan papkani ochib olishimiz kerak. Yaratildi va post kerak bizga. Tamam. Demak, migratsiya faylini ko'rinishi shunaqa, yangi generatsiya qilinganini. Bu yerda bizda bitta implement qilyapti. Bitta interfeysdan bu reversible migration interface. Bu ya'ni bizga downni talab qiladigan, ya'ni down imkoniyatini qo'shib beradigan interface. Demak, bunda faqat shu down bor xolos. Bundan tashqari Y2da save up, save down va oddiy up va oddiy downlar bor edi. Bular tranzaksiya ichida bajarilishi uchun edi. Save'lar tranzaksiyani ichida bajarilardi. Bu yerda ham xuddi shunaqa qilishimiz mumkin. Biz demak transactional migration interface orqali interfeysini realizatsiya qilish orqali shu interfeysni demak implement qilib qo'ysak, bu avtomatik tranzaksiyani ichida bajaradi. Xo'p. Demak, Y2ga o'xshab biz thisdan foydalanib turib hech narsa qilmaymiz. Faqat shu bizga parametrda demak builder beradi, migration builder. Shu orqali demak jadvallarimizni yaratib olishimiz mumkin. Create table, jadvalimizning nomi kategoriya va keyingisi bizda ustunlar. Birinchisi doim id bo'ladi, sysmas builder, primary key, keyin name. Bu bo'ladi integer, integer emas, string, not now. Downda demak drop table category. Tamam. Bu bo'ldi. Endi post. Create table post. Bunga id beramiz. This emas. Primary key, name beramiz. Integer bo'ladi, not now. Adashdim. String, not now. Kategoriya id bo'ladi. Bu mana endi integer bo'ladi va not now. Tamam. Demak, drop ham qo'shib qo'yamiz bunga. Table
post. Xo'p, endi demak oddiy tablitsalar shunday qilinadi. Relationlar, ya'ni foreign keylar, b add foreign key tablitsa nomini yozamiz. Xo'p, foreign key de nomini yozamiz. Post category id. Qaysi ustunligi ulanayotgan relation table, bizda bu kategoriya bo'ladi va uni idsi va o'chirilganda cascade ketadi. Hop, index va create index table post, index nomi index post category id. Ustuni demak kategoriya id bo'ladi. Tamom. Xo'p, hozir bizning bazamizda hech qanaqa tablitsa yo'q, hammasini o'chirib yubordim. PHP migrate error berdi. Stolbets категории не существует. Nimaga? Create table category column. Birinchisi o'tdimi? Hammasi o'tibdi-yu, faqat shu Stolbets категории не существует deyapti. Ha, to'g'ri. Kategoriya id bo'lishi kerak. Yaxshi, tushunarli. Demak, hozir o'chirib yuboramiz, hammasini qaytadan qilamiz. Bu hammasi bajarildi. Tamam. Endi demak bitta kategoriya yaratib beramiz bu yerga. Birinchi id bilan, misol uchun deylik. Post qo'shamiz. Birinchi idda demak deylik PHP JavaScript misol uchun C++. Endi bu yerdagi metodlarimizni ishlatib ko'ramiz API'larda. Demak, hammasi kelyapti kategoriya idlari bilan. Bir donasini olib ko'ramiz. Bu ham kelyapti. Yaxshi ishladi. Bo'ldi, shu darsda qisqacha tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Keyingi darslarda xudo xolasa yana baza bilan ishlashda davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.